Как хорошо подняться в облака. Gugurtga ketib. В облака. Подняться в облака. Если смотреть Mayullasovning shu nomli povest asosida suratga olingan. вечно и легко на земле бывает. Komil Yormatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Vohid Qodirov, Fayzulla Ahmedov, Oybarchin Bakirova, Mukambar Rahimova, Omon Abdurazzoqov, Dilbar Ismoilova, Yoqub Ahmedov, Hojakbar Nurmatov, Nabir Rahimov, O'ktam Luqmonova, Iroda Aliyeva, Turg'unxon To'rayev, Obid Yunusov, Tesha Mo'minov va boshqalar ishtirok etadilar. И каприз ее закон для всех. Жизнь сперва бросает вниз, а потом бросает снова вверх. Как хорошо подняться в облака, в облака, подняться в облака. Можно смотреть на землю. Dublyaj rejissyori Ilyos Yoqubov, ovoz operatori Abdulla Ahvarov, tarjimon Yo'ldosh Abdukarimov, redaktor Sharofat Qo'shboyeva. Каприз ее закон для всех. Жизнь сперва бросает вниз, а потом бросает снова вверх. Bu g'aroyib voqeaning bo'lib o'tganiga necha yillar bo'ldi. Ammo Liberdagilar buni hali ham unutganlari yo'q. Qadimgi Finlandiyada Murtasava o'rmonining eng xilvat joyida o'ta sipo, og'ir karvon odamlar istiqomat qilishar. Bir-biridan bir necha chaqirim narida joylashgan uylarda yashashardi. O'zlaridan salkam 30 chaqirim naridagi salkam 3000 kishilik aholisi bo'lgan Yoki shahrini Liberliklar o'ta sirli, g'ala-g'ovurli, shovqin-suronli shahar hisoblashardi. Ishdan bo'sh vaqtlarida Liberliklar hammomda massa qilib yuvinishni yoki trubkalarini tutatib o'z tanish-bilishlari bilan dildan suhbatlashishni yoqtirishardi. Ayollar esa o'tirib olishib qo'ni-qo'shnilarni g'iybat qilishar. G'iybat qilganda ham hasad qilmay, har bir qo'shni ayolni ikir-chikirigacha, hatto uni sigirini qovurg'alarigacha sanab g'iybat qilishni yoqtirishardi. Ajab qilsanda meni. Bizga mehmonga kelib. Ishlaring ham ko'p ekan o'zi. Yusini sigiri tug'ibdi. Qora sigiri-ya? Ha, qora sigiri. Yusi hali ham uylanmadimi? Yusi vatanini aytyapsanmi? Ha, o'shana. Yo'q, uylangani yo'q. Erkak kishiga xotinsiz qiyin. Men borib qahva qaynatay. Bir stakan ichib olsang joning kiradi. Issiqqina qahvaga nima yetsin ha? Gugurt topolmayapman. Ey, Ixalayni, menga qara, gugurting bormi yoningda? Uyda bir dona gugurt yo'q, uni quraga yotib yotishni qarang. Nima balo emasmi? Yo'q, nimalar deyapsan? Og'ziga olmay qo'yganiga 10 yil bo'ldi. 10 yil? Ha, 10 yil. Ana Yusuf vatanim bilan ikkovi ichib olib, hozir tegirmonchini tutib olib urushgandan beri ichmaydi. Qilmishlari evaziga 4 sigir to'lashdi. O'shandan beri ichmaymiz deb qasam ichishgan. Zo'r mushlash bo'lganda o'shanda. Tegirmonchi ham o'zi janjalkash odam ekan. 4 tagini qo'rg'asi sinibdi, xuddi osmon uzri yerga tushganday qalbi ko'targandi-ya. Sudga beraman deb do'q qilganichi? Keyin har bitta singan qo'rg'asi uchun bittadan sigir berishga majbur bo'lgandik. O'shandan beri ichish yo'qda tursin, binobar joydan 4 chaqirim nari qochishadi. Ixalayning suvi ham hidlab ko'rib ichadi. Ixalayning, tur o'rnidan gugurt qolmabdi uyda. Borib Huverinlarnikidan bir ikkita gugurt olib kelgin, tura qolgin.
yumshoq joyiga achitib beraveraylik, uyg'onadi. Oka. Ixalayman. Shunaqa urarkanmi? Mana bunaqa qilib urishga. Kuvarinlarnikidan gugurt topkin deganday bo'ldingmi? Ha, boraqa tezroq. Uyda gugurt qolmabdi sira. Men ketdim. Keyin qaytib beramiz degin. Ixalayning gugurt olib kelgani ketdi. Ketdi. Shunday qilib, hamma ish arzimagan narsadan boshlandi. Qahramonimiz Anti Ixalayning uyida gugurt tugab qopti. Uning eng yaqin qo'shnisi Keksa Xuverinining uyi salkam 6 chaqirim narida edi. To'g'ri, qayiqqa o'tirib ko'lni suzib o'tsa, yo bo'lmasa o'rmondan kesib chiqsa, yo'l ancha qisqargan bo'lardi albatta. Ammo bizni qahramonimiz boshqa yo'ldan borishni afzal ko'rdi. Bordi-yu u shu yo'lni tanlamaganida, liperliklar hozirgacha og'iz to'ldirib gapirib yurishgan hodisa ro'y bermagan bo'lardi. Ixalayning. Qayoqqa ketyapsan? Men seni ko'rgani ketayotgandim. Mana qarshingda turibman-ku. Endi uyingga borib yurmay orqamga qaytib ketsam ham bo'laveradi. Qayoqqa ketyapsan? Xuyarininikiga. Yusufatining esa do'sti Ixalayninnikiga Xuverinining qiziga sovchi bo'lib borsang deb aytish uchun kelayotgan edi. Ishim bor edi senda. Qayoqqa ketyapman deding? Keksa Xuyarininikiga. Xuvarinikiga degan. Ha, o'shanikiga tek tur. Meni qora gomushim tug'di. Ko'z ostingga olib qo'ygan bironta qiz yo'qmi? O'ylab ko'rish kerak. Xotinlar Xuyarini qizini maqtashadi. Aytishlaricha oyoq qo'li chaqqonmish. Erga tekkuncha hamma qiz ham yaxshi. Shu. Eshitishimcha otasi qiziga 1000 marka pul, sigir buzo, yana ancha muchallatta putta deganday sep tayyorlab qo'ygansiz. Sepidan nima foyda? Maqtanib yuradi xolos. Xo'p, men boray endi. Hey, Ixalayning. Miyamga bir fikr kelib qoldi. O'zing-ku Xuvarinikiga kelayotgan ekansan. Unda haligi men aytgan masala haqida gaplashib qo'ya qol. O'sha qizni juda menga olib bergin kelayotgan bo'lsa. Gaplashib ko'rish mumkin. Lekin sovchilikni eplay olarmikinman? Buni qiyinligi bor ekanmi? Nega eplolmaysan? Meni o'shanga uylanaman deb o'layotganim yo'q, lekin o'zingni olib bergin kelayotganga o'xshaydi. Shunday ekan nachora, mayli gaplashib ko'r. Mayli gaplashib ko'raman. Shu jonivor. Qalay. Kami yarim soatdan beri Keksa Xuverininikida o'tirardi. Sovchi bo'lib kelgani haqida gapni nimadan boshlashni bilmay garang edi. Nihoyat dono Ixalayning maqsadga ko'chish uchun ajoyib gap topdi. Nozik ishni shu gapdan boshlashga ahd qildi. Aytishlaricha xuddininni cho'chqasi bo'lalaganmish. Yusufatining ham qoragomushi tuqqanmish. Mol holi juda serob Yusufini. Bir varakayiga 15 ta sigir sut beradi. Uni uyida suvga emas, sutga cho'milsa ham bo'ladi. Eng muhimi, Yusuf rahmatli xotini bilan hech qachon urushmagan. Yusuf yana o'ylamoqchimi Ixalayni? Qari uylanmoqchi, lekin hammani ham olavermaydi Yusuf. Unga tegaman deganlarni son sanog'i yo'q. Juda ko'p.
Qizim, ana qaysi mehmonga biron yegulik tayyorlasang bo'lar. Mana menda juda o'tkir tomoqi bor, chekib ko'r. Ovoragarchilikning hojati yo'q edi. O'zim ham tomoqim teshib chiqmasdi. Chekib ko'r. Ha, mayli. Mayli. Mezbonlar mehmonni izzat ikrom bilan kutishar, qachon asosiy maqsadga ko'sharkin deb og'zini poylashardi. Ammo Ixalaynin do'stini maqtashdan nariga o'tmasdi. Musini juda zo'r poygachi biyasi bor. Ko'rsangiz havasingiz keladi. Yusi uni yuvib taraydi, doim atrofida parvona. Umuman uydagi hamma jonivorlarga yaxshi qaraydi. U otiga qanday mehr qo'ygan bo'lsa, xotiniga ham shunday mehr qo'yadi. Men sizga aytsam, uni uyidan hech ham go'sht uzilmaydi. Endi men boray. Xotinim ham kutib o'tirgandir, ko'z to'rt bo'lib. Ana xolos, umidlar pushga chiqdi. Ixalaynin sovchi bo'lib keldi deb mezbonlarni bosh ko'kka yetgan edi. Yo'q, u shunchaki bekorchilikdan Beva-Yusi vatanini maqtayotgan ekan. Ammo Ixalaynin esa eshik oldiga borgandagina sovchilikka kelgani esiga tushib qoldi. Indamay ketayotganimmi? Axir qizingizni do'stim Yusiga so'rab keluvdim, u esim qursin. Endi azizlar, ishni oydinlashtirib olish uchun boshlagan hikoyamizdan sal chetroqqa chiqib, sizlarni yangi qahramonimiz tikuvchi Taqvo Kenayn bilan tanishtirmoqchiman. Hozir u o'zining navbatdagi mijozinikida o'tirib, odatdagi ishi bilan mashg'ul. Turtanen. Qulog'im senda. Bitta shim tiktirmoqchi edim senga. Vaqting bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, Turtanen. Taxvardan ketmoqni ahd qildi. Taqvoga menen endi senlarga shim tikmaydi. Ketganda ham butunlay bu yerdan bosh olib ketadi. Gapingni qarang, haqiqatan ketmoqchimisan yo'q-ki-da? Shu qarorga keldim. Ketadi Taqvo. Taqvo bu yerdan Literidagi sohib jamol ma'shuqalarini dardini ketyapti. Qara, ozgina chaqa. Zora mana shu bilan miyangga oz bo'lsa, miya qo'shilsa. Voy. Ushlab o'tirgan. Axir bu savil shunaqangi o'tirib bo'lish kerak, birodar. Uncha-munchaga yiqilishi qiyin. Taqvo Kenayn. Aytishlaricha, bir paytlar sen ham uylanmoqchi bo'lgan ekansan. To'ppa-to'g'ri. Karinani ko'z ostiga olgani Anna Liza edi. U hozir xoppasa emas, Ixalayninning xotini. Endi bildim kimni olmoqchi bo'lganingni. Taniysanmi uni? Tanib olarim kerak bo'lsa. U ana keksa Matikaning qizi. Faqat kichkinasiniki emas, uni akasi katta Matikaninki. Chaynalmay shunaqa demaysanmi? Akasini qizi ekan deb o'yladim. Yo'q. Men unga uylanmoqchi edim. Ishqim tushib qoldi. Uni baqaloq Ixalaynin eldi ketdi. To'yga odam emas. Ammo shuni bilib qo'yginki, azizim Turtanen. Taqvo Kenayn qayerda bo'lmasin, uni izlab topadi. Ma'shuqasini Anna Lizani
Ixalayning o'lgandan keyin faqat Значит, согласилась? Я так и думал. Ведь дочка Вялинина не такая круглая дура, чтоб не понимать свои выходы в этом деле. И все-таки она к причастию была допущена. А у нас в Литве не допускают к причастию круглых идиоток. Таких с причастия не допускают. Да, уметь жить — это большое искусство. А чтоб пофариться в бане, да так, чтоб твое тело получило полную радость. Для этого требуется еще больше ловкости. Юси, интересно, есть ли баня на небесах? Я думаю, им-то без этого тоже не обойтись. Завтра поедем в Йоки, купим свадебных подарков, ну и там еще чего-нибудь такого повкусней. Nima bo'ldi Ixalayninga? Shu paytgacha daragi yo'q. Cho'g' qolmaganmikin? Qarab ko'raylik. Yo'q, cho'g' nima qiladi? Pechka allaqachon o'chib qolgan. Oldin qarab ko'raylik-chi, balki bordir. Bironta cho'g' qolgandir. Yaxshilab qara, yaxshilab. Ana, danaydagina cho'g' qolgan ekan. Qanol bu yoqqa. Voy, kim bunaqa qilib puflaydi? Денег мне хватит на подарки моей невесте? Anatanga vino ham olish kerak. Xursand bo'ladi. Gaping to'g'ri. Unda bironta shisha ham olish kerak. Sotib olib o'tiramizmi? Hey, Ixalaynin. Ha? Nahotki o'sha shisha bu. Ha? Ichib olib tegirmonchini tadbir qilganimizdagida, ha? O'shanda o'zimiz ham rosa adabini bergandik. Galvarsga qog'urg'alari singani uchun to'loviga 4 ta sigir beribmiz, ha. Zo'r mushlash bo'lgan edi. O'shandan beri unaqa mushlash bo'lgani yo'q. Bundan 10 yil burun ikkala do'st endi og'zimizga olmaymiz deb qasam ichishgandi. Ammo bugun shishani ko'rishib, nimagadir ikkovi ham bezovta bo'lib qolishdi. Savuldan qolgan ekanmi shishada? Ha, ozgina qolgan ekan. Anchagina bor ekan, nima qilsak ekan, ha? To'g'ri. Nima qilsa ekan buni? To'kib tashlasaymikan, ha? Mayli, to'kib tashla. Tur yo'qol! Yaramas! Panaringga la'nat! Tur yo'qol! Menga qara, Ixalaynin. Menimcha safar oldidan qitay qilsak ham bo'ladi. Shisha ham bo'shardi. G'ivaranga vino olib kelamiz. Sen shuni istasang, mayli ichamiz. Qitay ichgan bilan aqlli odam ahmoq bo'lib qolmaydi-yu. O'zi ham 2 qultumgina qolgan ekan. Nima balo bo'ldi bu Ixalayninga?
Dunyoni uchi kesda bo'lsa ham shu paytgacha qaytib kelishi kerak edi. Biron kori hol bo'lgandir-da. Bironta chuqur fikrga tushib ketdimi? To'g'ri yo'lda chuqur nima qilsin? Qayoqdan bilasan? U to'g'ri yo'ldan yurmay, aylama yo'ldan ketgandir. Bir vaqtlar o'sha atrofda botqoqqa ot bosib qolib harom bo'lgandi. Ha, gaping to'g'ri, shunaqa bo'luvdi. Sen o'tirib tur, men Xyuverinlarnikiga borib kelaman. Haqiqatan ham sho'ring qurg'ur chuqur puqurga tushib ketgan bo'lmasin yana. Eng muhimi gugurt esdan chiqmasin, Anna Liza gugurt. O'zi ham zo'r qizda. Nimasini aytasan? Agar sepi ko'p bo'lsa, unda o'ylab o'tirishimning ham hojati yo'q. Rostini aytsam, yoshligimda orzuim Qaysa Karxutarga uylanish edi. Shunaqa degina. Rost, ko'nglim o'shanda edi. Ammo o'sha paytlar xo'jaligimning mazasi yo'q edi, og'iz sololmadim. Taqdir ekanda. Keyin tasodifan rahmatli xotinimni uchratib qoldim. Loizani degina. Aslida o'zi peshadan yarqiragan edi. Ozmuncha mol dunyosi bormidi buni? Juda ham go'zal qiz edi-da, Qaysa Karxutar. Keyin u anavi Magringa tegib ketdi. Hozir Yokida yashashadi. Yokida yashashadi degina. Shunday qilib bizni qahramonlarimiz Liperiyadan Yokiga qarab ketishayotgandi. Xuddi shu paytda Yokidan Liperiyaga qarab tikuvchi Taqvo Kenonini kelayotgandi. Ya, uni qara. Taqvo kelyapti. Do'stlarim-ku, tushunmadingmi? Salom berdik. Hech eslay olmayapman. Taqvo Kenonini nima bu odam? Ha, topding. U ish buru meni Anna Lizamnikidan yurgan edi. Unga sovchi qo'ygan vaqtda. Uni Xyuverinning qizi Anna Qaysaga ham ko'zolaytirgan deb eshitgandim. Yana piyoda. Kelyaptilarmi? Avliyo Pavel ham hamisha piyoda yurib kelgan. Buguningdagi nima? Moli dunyoyimi? Senlardan qo'rqmaydi. Taqvo Kenon. Masqil, yig'laydin. Qo'ysangchi nima keragi bor janjalda? Yana ishkal chiqarmoqchimisan? Meni xotinimni ko'zolaytirgan. Hozir ko'rsatib qo'yaman unga. Hali ko'ramiz, uyingda kim xo'jaylik qilar ekan? Senmi? Menmi? Menga qaranglar, qayerga ketyapsizlar? Bizdan nima ketdi? Amerikaga ketyapmiz de. Yusi, Amerikaga ketyapti. Men uni Yokigacha kuzatib ketyapman. Agar jidiligi tutib qolsa, o'zim ham o'shaga qarab yo'la olaman. Bojatoqlari, bechora xotining nima qiladi, Xalaylin? Xotinini tashlab ketyapti dedi. Xalayninning me'dasiga tegibdi u qari xotini. Amerikadan yoshini topib oladi. Ham qishloqlarga mendan salom aytib qo'y. Tavba. Amerikaga ya? Yangiliklarni hammaga yetkazish Dilli Xutteninni jonidir edi. Liberiyadagilar Xutteninni dunyodagi eng rostgo'y yolg'onchi deb hisoblashardi. Ular rostgo'y yolg'onchi, yolg'on gapirsa ham haqiqatni yashirmay gapiradi deyishardi. Hey! Taqvo, eshitdingmi? Vatanini nima ish qilganini? Amerikaga ketayotganimiz, uyini, moli holini hammasini sotibdi. Hech kim xafa bo'lmasdi, o'sha vatanim bilan uni do'sti ham birgalikda ketib borsa. Padaringga la'nat. Pu, Xalaynin. Yusi anchadan beri o'sherlik bir tanishi bilan xat yozishib turar ekan. Do'sti Anishga joylashtirib qo'yaman. Rosa pul ishlaysan debdi. Agar amerikaliklarni suvga olib borib sug'ormay olib kela olsang, xo'jayiningni laqlata olsang, pulni tayyorlab qoldim deb o'ylayver debdi. Yusi vatanin o'ylab ko'rib Amerikaga jo'nab ketishni jazm qildi. Xalaylin vatanini kuzatib qaytib kelaman dedi. Bo'lmagan gap, u ham jo'navarsa kerak. Mana ko'rasizlar, ikkalovi ham o'sha yerda qolib ketadi. Amerikaga ketib borishdi degina. Hey!
Shoshma. Adashmasam sen Ixalaylanning oldingi xotini bo'lsan kerak, a? Nima gap o'zi? Nimaga Ixalaylan Amerikaga jo'nab ketdi? Nima dedingiz? Qayoqqa jo'nab ketdi? Amerikaga? Menga hech narsa degani yo'q. Ko'kka ketdimi? Qachon kelar ekan? Kim bilsin, balki kelmas. Biz erkaklar shuni bo'larmidi? Tavba qildim. Nimaga ketadi Amerikaga? Esini yeb qo'yganmi o'zi? Kim biladi, balki esini yesa yeb qo'ygandir. Ehtimol o'ziga boshqa Anna-Liza topgani ketgandir. Avvaliga Anna-Liza o'zini yo'qotib qo'ydi. Ammo sal o'tmay Amerikaga ketibdi degan gapni eshitib, xayriyat tirik ekan deb o'zini yupatdi. Lekin Amerikani qayoqdaligini Anna-Liza tasavvur ham qila olmasdi. Xudoga shukr keldingmi? Bera qol gugurtni olov yoqib yuboray ber. Tavba, meni qarayap, jinni bo'lib qoldim shekilli. Esimda ham yo'q gugurt so'rash. Seni qarayu, o'tirib bo'ladimi bunaqa sovuq uyda? Xo'sh, xalangining qayerda ekan? Tinchlik ekanmi ish qilib, hech narsa bila oldingmi? Tinchlik. Baxtimga xayriyat o'lmabdi, tirik ekan. Amerikaga ketdi deyishdi. Amerikaga indamay netmay ketaveribdimi? Seni uyini tashlab, odam podammas shay xalangining. Nega endi tashlab ketar ekan? Ketgan bo'lsa keladi. Keladi. Ketdi endi xalangining. Tul qoldim deyaver. Niyati buzilib xotinidan qutulmoqchi bo'lganlar ketadi Amerikaga. Axir hech narsa yo'q, bekorga ketmagandir. Sendan ham gunoh o'tgandir. Balki urgandirsan. Men unga hech qachon qo'l ko'tarmaganman. Tanishini-chi, kecha kim urgandi? Men o'lguruni shunga shunchalik jahli chiqishini bilganimda edi. Hech qo'l ko'tarmam bo'lar edi. Bo'ldi, qo'y, kiyaverma, foydasi yo'q. Xudodan qo'rqmagan. Мужик зашел в кабак, шляпа на затылке, вдруг откуда ни возьмись, чертик из бутылки. Черти что из водку батька, не было печали. Мужика вы только гляньте, черти накачали. Вот пришел мужик домой, в дверь заходит города, а жена его ругать и послала к черту. Черти что из водку батька, не было печали. Мужика вы только гляньте, черти накачали. Что тут делать, как тут быть? После бурной стычки он поплелся к кабаку, к черту на кулички. Черт, что из боку бантика, не было печали. Мужика пошла и накачали. Он опять пришел к жене, с ней дружить желает, но жена его к чертям снова посылает. Черт, что из боку бантика, не было печали. Мужиков вы только гляньте, черти накачали. Так и ходит до сих пор он, кляня дорогу. Тут не дождь, человек, черт сломает ногу. Nima bo'lo? Maqsmisan? Yo'q. Nega bo'lmasin dedi. Qilayotganim yo'q, kayfim ham yo'q, haligi hushyorman. Unda aytay, qalayam hushyor ekan.
Kim meni yuzimga shapatlayotgan? Qiziq. Qayerdan olisharki bunaqa somonni? Kim biladi? Balki o'zlarini bug'doylarini somonidir. Zo'r somonadan. Sigir ham jon-jonni yeydi. Panjarasi mahkam ekan. Bunaqa joyga mahkamini qo'yadi. Janob politsiyachilar ham balo, odam qochib chiqib keta olmaydigan joyni o'ylab topishadi. Shu kamerani zo'r xomon qilib bo'lar ekan. Nimasini aytasan? Zaxpolda yotgandan ko'ra siqqina xonmonda yotgan 1000 marta afzal. Chiqim ham kam bo'lar edi, somon ham sotib olib, ovora bo'lishmasdi. Kambag'al odam xonmonda quruq taxtada yotishga ham rozi bo'ladi. Bo'lmasamchi, eski tagiga solib oladi-da, partoshada yotganda yotaveradi. Ana u ko'kinini qirchang'i oti tuzalib ketdimi? Keksi lo'li davolayotgan edi shekilli. Ha, tuzalib ketuvdi. Lekin ko'p o'tmay harom bo'lib qoldi. Qani turlaring, kecha qilgan ishlaringizni muhokama qilamiz. Turlaring deyapman sizlarga. So'rashga ijozat eting, janob politsiyachi. Qayerlik bo'lasiz o'zingiz? Keyxtelislik. Ha, buni qaranga, Keyxtelislik ekansizda. Meni baytalim ham o'sha yerda tug'ilgan. Bola qaranglar, bo'lmasa polismeysterning jahli chiqadi. Xo'sh. Mast holda ko'cha bo'ylab ot choptirganinglar uchun, ko'cha harakat qoidasini buzganinglar uchun, politsiyaga qarshilik ko'rsatganinglar uchun, janjal ko'targaninglar uchun qo'lga olindinglar yana. Biz shuncha jinoyat qilishimiz mumkin emas. Axir kechagina keldik-ku. Ko'p do'konlarni dabdala qilib buzgansizlar. Savdogar birinchi ayninikini, bozor boshidagi savdogar ikkinchi ayninikini, unga yonma-yon savdogar uchinchi ayninikini. Undan tashqari savdogar 5-ayninning mollariga putur yetkazibsizlar. Savdogar 6-ayninnikiga, ham savdogar 7-ayninnikiga. Bu la'nati rosa ham cho'zdi-yu, ha? Yusini. Juda soz. Siz bu yerda politsiyachini haqorat qilganingiz uchun maxsus jarima to'lashga majbursiz. Yusi, shuni bilginki, bu yaramas tekin tomon janoblar o'li qolsa bizda qancha kambag'al xalqning yonini olmaydi. Ular faqat aynan siz ham joriy etilgan qonun hamda
jamiyatga qilgan tuhmatingiz uchun jarima to'laysiz. Yussi, menga qara. Savul qolgur bizga shunchalik pan bergan bo'lsa. Hammasiga shu sabab. Hatto politsiyaga tushdik shu arzimagan 2 qultim deb. Kasofat. Nima bo'ldi-yu, bizni shayton yo'ldan ozdirdi. Bo'lmasa politsiyaga tusharmidik. Shunaqa bo'ladi. Shaytonning so'ziga kirish. Yeb to'ymasga o'xshaydi bizga jarima solgan boshliq. Shuning uchun ham yo'q joydagi ayblarni bo'ynimizga qo'yib jarima soldida nafsing qurgur. Jinoyatlarimizni bir soat sanasa-ya. Shuncha jinoyat qilishimiz mumkin emas. Yonimda bir marka ham qovadiga. Yussi! Yordam beringlar! Yordam bering! Nima qilay? Bo'lmayapman. Hayır, ağana gitmesen. Vay, sekin. Vay, ağalarını gitmeden. Gitmeden. Ne kadar olsun sen? Olsun sen. Yıkalay. Gitsin. Sekin. Yolum. Baba beyler. Anti! Anti! Kayonu uçla! Hazır! Yordam veremez! Mahkem uçla! Hazır! Ana! Tamam. Çok geçti. Siz mabodo ularning kimligini bila olmadingizmi? Kecha bozorni ostin-ustin qilganlarda. Barcha topibdi-da sho'rliklarni. Chiqib ketgani. Bozda liperliklar g'alati xalqda. Yo'qini o'zi qanaqa shahar Yussi? Kishini boshi aylansa, keti aylanmaydi. U ko'l bilan bu ko'lni o'rtasida siqilib qolgan-a? Lekin uylari juda ham ko'p ekan. Agar hamma uylarini sotib, ularning pulini aravaga ortsak, man degan otam joydan qo'zg'atolmaydi. Qo'zg'atolmaydi? Joydan-ku qo'zg'atadi-ya. Ammo tebalikka tortib chiqolmaydi. Alqizcha ikki birodar kiyimlarini quritib, yonlarida bir tiyin ham yo'q, sovg'a ham yo'q, Liberiga qarab yo'lga tushdi. Shu payt bir voqea sodir bo'ldiki, bu Yussi Vakinning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Uni qara. Cho'chqa bolasi. Cho'chqa bolasi. Qiziq, kimniki ekan? Tutib olib ketamiz. Qallig'imga zo'r sovg'a bo'ladi. Bordi-yu egasi bo'lsa-chi? Egasi yo'q, yo'qida cho'chqa boqishmaydi. Ey bola! Menga qara. Sen kimni olasan? Katilanini. Cho'chqa bolasi kimniki? Egasi yo'q. Bu yerga qayoqdandir adashib kelib qolgan.
Ana, men otni ushlab turaman. Sen uni tutib kel. Semizgina ekan. Gapirishga ijozat eting. Siz bugun qamoqdan chiqarib yuborgan ana u liperliklar shu bugunoq cho'kib olishdi. Qo'lda. Qanaqa qilib? Bilolmadim. Ne bilmaysan? Mabodo ana ular sen aytgan marhumlar emasmi? Ha? Xuddi shunday. O'sha marhumlar Nazarimda ular o'lmagan. Shunaqaga o'xshaydi. Ha? Kim bo'ldi bular, ha? Ha, yaramaslar. Nimaga birovni qo'liga bosib kirasanlar? Mana kelar. Mana hozir politsiya chaqiraman degan yaramagular dodinglar qo'yadi. Ikkinchi birovni qo'liga kirmaydigan bo'lasanlar. Shu mongimmi? Yusi Vatanen. Kaysa Karhota. Ha, qaysi qarqurtasan u? Ana u mahkinaga turmushga chiqqan. Keyin yo'kiga ko'chib ketgan deydi. Bu bizni cho'chqamiz. Bizni rosa ovora qildi, tutish bermay. Qora cho'chqamni qolasiz. Tanimadingmi? Qani menga ketdi. Axruli Bereliko menga deyarli qarindosh. Olamda
Значит, в этом доме вы с мужем и живете? Это мой родненький, это мой маленький. Одна я тут живу, уж год как обдавела. Ах, вот оно что. O'tibdi-da Makinin bechora. Ha, shunaqa bo'ldi. Xudo rahmat qilgur, nima kasaldan o'ldi? Bilmadim, dardi bedavo ekan, axirot ketdi bechorani. Kun sayin ozib ketaverdi, oxiri o'ldi. Sho'rlik vaqti olamdan o'tdi. Kechasimi yo o'qib kunduz o'ldimi? Kechasi emas, endigina tong otayotdi. Xullas erta tongda joni uzildi. Erta tongda. Voy, shirin bo'lmay ketgin sen, ey. Yusi, hozir nechta sog'in sigiring bor? Agar sut beradiganni yu sut bermaydiganni qo'shib sanasak, hammasi 15 ta sigir. Qorasida 15 ta sigiri bor. 15 ta degin, ha? Ha. Shunga yarasha o'tlog'i ham katta bo'lsa kerak. Ha, bo'lmasa-chi? Yusi xayolan Kaysga Kaysa bilan solishtirardi. Uni nazarida ayol hech o'zgarmagandek edi. Eski mo'g'yon ura boshladi. С новой силой вспыхнуло в его сердце. Uylaring yaxshi ekan, ancha. Kanda u yoq buyog'ini satsa, yana ham bahosi oshadi. Ha, yaxshirab remont qilinsa, qimmatroqqa sotsa bo'ladi. Xullas, erini olamdan o'tganiga yil bo'pti-da. Ha. Yo'qida ham urf-odat bizni Liperdagiday bo'lsa kerak. Yili o'tgach erga tegish mumkindir agar joyi chiqib qolsa. Ha, shunaqa bo'lish kerak, chunki popimiz ham Liperlik. Unda yaxshi, muddaoga o'taylik. Xullas Kaysa, agarda er chiqib qolsa, nima deysan? Axir yosh narsa-sa, yoning hullab yotgani yaxshi emas-ku, ha? Keragi yo'q. Yonimni hullab yotgani ma'qul. Qalang'i qasang'ini er qilgandan ko'ra. Yusi. Og'roq bo'lgangilik qilma. Bu nimasi katta odam, uyat bo'lmaydi. Yusi. Yo'kiga faqat cho'chqa bolasini sotgani keluvdinglarmi? Yo'q, biz bu yerga makinani bevasi hali ham yo'kida yashayotganmikin. Bir xabar olaylik deb keluvdik. Vatanin. Xotining yaxshi yuribdimi? Sog'lig'i yaxshimi? Xotini o'lgan, allaqachon ko'karib chiqqan. Yo'q, Parvardigor. Ha. Yusi xotini o'lib beva qolgan. Uni xo'jaligi katta. Ha, oyoq qo'li chaqqan ayol kerak. Ha, ro'zg'or ishi qiyin, erkak kishini qo'ldan nima ham kelardi? Uy bekasi bo'lmasa. Vatinin, yaxshi uy bekasi topilsa yo'q demasdi. O'zi ham qiynalib ketdi. Uylanardi. U menga yo'lda Koshkiydi Kaysani o'lib yolg'iz qolgan bo'lsa-yu, menga tegishga rozi bo'lsa aynan muddo bo'lardi dedi. Xuddi shunday dedi. Tasodifni qarangki, xuddi o'sha kuni, xuddi o'sha soatning o'zida Mula degan joyda yashovchi Partanin ismli kishi Kaysa Kurxotarga og'iz solmoqchi bo'lib, yo'qiga qarab yo'liga tushgandi. Kaysa, yonma-yon o'tirsanglar bo'larmidi? Yonma-yon o'tirish nimasi? Voy o'lay, chiqizilsin. Endi o'tiraqa, yo'qda. Bizaqa bevalarga ana u yer ham bo'ladi. Uni qora go'mish tuqqan. Qanday yarashib turibsizlar, ha? Qanday yaxshi jongilar. Kimni xayoliga keldi desa shunaqa bo'lish. Esimni yeb qo'ydim shekilli qaraganda. Aravaga olib chiqib qo'yay, cho'chqa bolasida.
Obor. Esim qursin. Biyani boylab qo'ymagandim. Biya qani? Ko'chada. Lamdavr. Shlyapangni kiyib ol. Obga. Yussi. Yugur. Nima bo'ldi? Ko'chada deysan. Qani? Nima qani? Xo'sh, bildingmi? Qaysi mekoning uyi necha pulga baholanibdi? Ha, surishtirib bildim. 4 taga deyishdi. Qani yur, bir chashkadan qahva ichib olaylik. Shoshma. Hey, shoshma. Sekinroq. Qo'pol. Otimiz qani? Qanaqa ot? Otdagi ot, Issivatteniki. Hech qanaqa ot ko'rganim yo'q. Sekinroq. Qaraqasan o'zi. Endi qayerdan qidirib topamiz? Sayogatingni. Hey, aravaga qo'shilgan otni ko'rmadinglarmi? Hey, bolakay. Katalaning o'g'li. Aravaga qo'shilgan otni ko'rmadingmi? Qanaqa? Bo'lamasdan qoldirib ketgan ekansizlar, o'shami? Aha. Allaqachon Kextli tomonga qarab ketyapti. Nimaga endi u qaram o'lgur Liperi tomonga emas, Kextli tomonga ketadi? Axir bu ham asli Kextlisdan-ku. Bo'ldi, yur ketdik. To'xta. Xo'sh. Yussi, piyoda unga yetolmaymiz. O'tbetda ot topish kerak. Hech bo'lmasa, ana uni olaylik. Egasi xuddi bitib qilsa-ya. O'zimiznikini topganimizdan keyin yana olib kelib bog'lab qo'yamiz. Ana ularni qarang. Bu qanaqasi? Meni otimni olib ketishyapti. Politsiya! Nega baqirasan? Politsiya! To'xta! Yaxshimisiz? Yana hunar ko'rsatyapsanlarmi? Kimning oti bu? Bilmayman. Meniki. Buyoqniki. Bu kunduzi o'g'irlab ketmoqchi bo'lishdi. Yolg'on. Nahotki o'g'riga o'xshasak, qaranglar bizga. Nahotki Nega alaysan itemgan? Senda qizo'r qarang-yu. Buni qarang. Odam emas ekan bu. Nima deding? Siz bular bilan pachakilmay ot aravangizni oling-da, jo'nab qoling. Sizlar men bilan yuringlar. Qayoqqa boramiz? Yuringlar. Biz o'g'ri emasmiz. O'zingiz o'ylab ko'ring. Nahot biz o'g'riga o'xshasak. Yuringlar. Yetib keldik. Gap bunday pekka. Bordi-yu Qaysani menga tegishga ko'ndirsang, barcha qarzlaringdan kechib ustiga yana 20 marka beraman. Dondiramiz yog'ini. Avval unga meni uyimga kelib oyog'ini uzatib o'tirmaydi, ish ko'pligini aytasan. U ham boshqalar qatori xizmat qiladi. Yashirmay hamma narsani oldindan ochiq gapirgan yaxshi. Tushunaman. Ehtiyot bo'lish kerak, bu ko'ngil ishi. Ko'ngil o'z yo'liga, lekin rahmatli xotinimga kelsak, hech ish bermaydigan tilidan edi. Qachon qarama kasal edi. Qaysa ko'rinishidan ancha baquvvatroq o'xshaydi. Qaysa zo'r ayol ishlatsa bo'ladi. Qari yur. Ну, пошли. Yur. Sizlar Hech qanday. Biz aravaga o'tirib peshkini ketayotgandik. Ketmayam qollaring. Senlardan qutulmadim. Qayoqqa ketayotdinglar? biz Nima? Kextlisga ichilgani yo'q edi, hushyor edik. Ot kimniki ekanligini bilarmidinglar? Yo'q. Qayerdan bilamiz kimning otiligini? Sizning peshonasiga falonchini oti deb yozib qo'yiladimi, yoki buni tagiga yozib qo'yiladimi? Undan chiq. Лешего много ли знать? Что ж, по-вашему, у лошади на морде написано? Или под хвостом? No, значит, otni o'g'irlagansizlar. Bu qip-qizil yolg'on. Bilsang, og'ilxonamda 15 ta sigir ma'rab yotibdi. Men seni agar istasang sutga cho'miltirishim mumkin. Menga keragi yo'q birovning oti. O'zimniki yetib ortadi. Qo'lingdagi qopga o'ralgan nima? Cho'chqa bolasi.
Cho'chqa bolasi. Qayerdan oldinglar u harom o'lgurni? Onasidan qayerdan olardik? Tushunarli. Uni ham o'g'irlagansizlar. Makinini bevasi guvoh o'g'irlamaganmiz, o'zimizniki. Agar bizga ishonmasang, borib o'shandan so'ra. Ayni vaqtda Qaysaning uyida boshqa soqchilar paydo bo'lgandi. Uy bekasi Partanyanni nima maqsadda kelganini bilmasdi. Bu janoblar hoynahoy uyimni sotib olgani kelgan bo'lsa kerak deb o'ylardi. Aha. Qani, boshqa bo'lmasa, meni uyimda ish tiqilib yotganini ayt. Yaxshi. Hozirgina eshitganingizdek, Partenon o'tib ketgan ishchan odam. Masalan, u o'roq o'rganda xotinlar unga yetolmay ketidan yugurishadi. Menga yetaman deb erkaklar ham qarsillab qolishadi. G'alla yanchishimni ham ayt. Ha, aytaman. Partenonda hamma xotinlar, hatto uy bekasi ham g'alla yanchadi. Ko'pincha bu ishni Partenonning o'zi qoyil qiladi. Yo, gapni aylantirmay to'g'risini aytaver. Xohlasa, xohlamasa u ham yanchadi, bilib qo'ysin. Demoqchimanki, Partenonnikida xotinlar ham g'alla yanchadi. Meni uyimda hech kim ishsiz o'tirmaydi. Hamma yeganiga yarasha ishlash kerak. Endi sigirlarim to'g'risida gapir. Xo'p bo'ladi. Sizga aytsam, Partenonning xo'jaligida 10 bosh sigiri bor. Agar ho'kizdek kuch beradigan xotin bo'lsa, 10 ta nima degan gap? 30 tadan oshadi. Xotin baquvvat bo'lsa, ish bitib ketaveradi. Agar ayamasa o'zini. Erni yer qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deyishgan. Endi o'tloqlarni gapir. Ha, o'tloqlar. Yaxshi o'tloqlari bor Partenonda. Yashirmayman. Men bilan yonma-yon o'roq o'rgan xotinni onasi og'zidan keladi. 300-bog'dan keyin har qanday xotin ham qaddini ko'tara olmay qoladi. Hammasi aytildi shekilli. O'zi gapira qolganni. Xo'p, gapiraman. Xullas kelam shu aytganlarning hammasiga chidayman desangiz, xo'p deb rozilik bering-da, ashkal-dashkalingizni hammasini aravaga orting-ku, xo'jangiz Partenon bilan qishloqqa jo'nang. Bekorchi vaqt yo'q, tezroq javob bering. Xo'p desangiz, hoziroq borib nikoh o'ziga sotib olaman. Ha? Aybga buyurmaysiz. Marhum Makkalaning bevasi qaysi qarxutarsiz bo'lasizmi? Ha. Ertaga erta bilan politsiyaga borar ekansiz. Kechikmang. Nima gap o'zi? Ana o'g'rilar, siz zotingizni o'g'irlaganlar janob polismeysterga bizni Makkoneni bevasi taniydi deb aytishdi. Nahotki anti bilan yurtki bo'lsa? Xuddi shunday. Ular o'zlarini shunday deb atashdi. Shuning uchun ham ertaga politsiyaga borib ularni tanish-tanimasligingizni aytib berasiz. Afv etinglar. Partenon, baraka topkur politsiyaga borib aytsangiz, ular otingizni o'g'irlashgani yo'q, shunchaki sayr qilmoqchi bo'lishgan. Ular Lepirili ham qishloqlarim, meni kemikman bo'lib kelishganda, gaplashib o'tirdik, otlarni o'g'irlab ketishibdi. Politsiyaga borib qo'llavermasangiz bo'lmaydi. Ham qishloqlari bo'lar ekan, har holda. Mayli nachora. Lekin shartim bor, kelasi yakshanba nikohdan o'tamiz. Ko'rganlarning og'zi ochilib qolsin. Olib olay, keyin o'zim ham kecha kunduz moldek ishlataman. Buni qarangki, bu orada Ixalaynin bilan Vatanyanni cho'kib ketgani haqidagi xunuk xabar allaqachon Lepiriga yetib kelgan edi. Hech qanaqa yangilik eshitmadilaringmi? Lepirida qanaqa yangilik ham eshitarding? Cho'chqani chillashi-yu, xotinlarni baqirishdan boshqa hech nima eshitmaysan. Ammo lekin yo'q edi. Qayg'uli voqea bo'pti deb eshitdik. Ixalaynin bilan Vatanin eski qayg'ida suzib ketaturib, ikkalasi ham cho'kib ketdi, ikkalasi ham cho'kib ketdi. Bu haqda ancha-muncha duv gaplar bo'ldi. Lekin eski qayg'ida cho'kdi deyishgan to'g'ri emas. Kim aytgan bo'lsa bekorlarni aytibdi. Eski qayiq nima qiladi yo'q edi. Haqiqiy kema cho'kib ketgan. Kema cho'kkan degan bizga qayiq deyishdi. Uncha-munchasi emas, eng zo'ri cho'kkan. Suv ostiga biliq-biliq qilib ko'z ochib yumguncha botgan ketgan. Yusi anti u kemaga nega chiqib yurishibdi? Nimaga bo'lar edi? Amerikaga ketishayotgan ekan. Mana shunaqa bo'ladi o'z boshimchalikning oqibati. Bechora xotinidan ko'ngil so'rab kelish kerak. Yolg'iz qoldi. Sho'rlik Anna Liza.
Ya, toqatim tog' bo'ldi, ortiq chidolmayman. 3 kundan beri olov yoqilmasa ya. 3 kundan beri bir qultum qahva ichmasaga. Lomiyani yeyvermay qahvani donni chaynab, ustidan bir chaqmoq qand yeyvar. Qani tur o'rningdan. Hozir olov yoqamiz. Joning bormi? Tezroq aylantirsang-chi. Shunaqa ham aylantiradi meni. Hozir o'zim boplayman. Yo'q. Xudo sabr bersin senga, Anna Liza. Halayling o'tirgan kema Amerikaga ketgan ekan. Peshonasida bor ekan, nima ham qilar edik? Sho'rlik, Halayling. Endigina kema yo'lga chiqqan ekan. Qandaydir g'ovga duch kelib qopti. U yoqga ma'lumki suzolmabdi. Suzolmabdi dedingizmi? Unda Halayling uyga qaytib kelayotgan ekanda. Boshqa falokat ro'y beribdi. U suv ostiga ravona bo'ldi. Tushuntiribroq gapirsiz-chi? Kim suv ostiga ravona bo'ldi? Kim nega? Halayningmi? Ha, o'sha bebosh ering. Halayningning quruqligi orqali ham borsa bo'lardi o'sha Amerikaga. Uni shayton yo'ldan ozdirgan. Seni uy joyini tashlab ketarmidi bo'lmasa. Mana endi shaytonning gapiga kirib, Halayning ham vatani ham g'arq bo'ldi. Uyda ilon chiqqandek, nimaga ketadi? Hech qachon bir-birimizni ko'nglimizni qoldirmagandik. Nimaga ketadi? Halayning, sendan ayrilib qanday yashayman endi? Voy, o'zingizcha to'qib yolg'on gapirayotgan bo'lmang, tog'im. Nega yolg'on gapiray? Cho'kkan deyman-da. Yolg'iz seni ering emas, boshqa mas'alar janoblar ham cho'kib ketgan. Ayniqsa baliqlarni joni kiradigan bo'ldi. Qaytib kelmaydi endi. Dod faryodingdan foyda yo'q. Qishloqdagilarning hammasi biladi, ayb o'zida, senda emas. Keksa soyining cho'ki o'lganda xotini darrov ega tegib olgan edi. Nimaga gugurt so'ramadik o'lgurdan ha? Somon ishmaganga o'xshaydi. Kecha ham shu somon ustida yotuvdik. Boshqa solishmabdi. Menimcha almashtirishga ulgurishmagan. Ha, ulgurishmagan. Bo'lmasa albatta boshqa somonni to'shab qo'yishar edi. Adashmasam otim to'ppa-to'g'ri Textiliusga ilgarigi egasini oldiga borgan. Egasi turgan gap menga uni olib kelib beradi. Cho'chqa aqlli jonivor. Aql qayoqda? Lekin bizni to'ppa-to'g'ri Kaysanikiga bordi.
Ha, bo'lmasa Qaysani qayerda turishini qayerdan bilardik? Ha. Bu bo'lmaganda Qaysani eri o'lib beva qolganini bila olmasdik. Ajablanarlisi shundaki, 2-3 kun ichida qanchadan qancha ishlar bo'lib o'tdi. Liberiga yolg'on yashiq gaplar yetib keldi, ammo bu uydagilarning hech narsadan xabari yo'q. Qizlari Anna Qaysaning to'yiga tayyorgarlik ko'rish bilan band edilar. Vatanimdan nega darak yo'q ekan shu vaqtgacha? Xudo xolasa vatanining shu bugun eshigidan kirib keladi. Mana ko'rasan. Qo'ni-qo'njini sovg'a salomlarga to'ldirib keladi. Yo'q, Yusuf bekorga sandiralab yurmaydi. Ana uni qaranglar. Taqvo Kenyanin kelyapti. Kim? Taqvo Kenyanin, mashinachi. Ha, Taqvo Kenyanin-da. U anchadan beri Lipiriga kelmay qo'yuvdi. Mana bularni bekitish kerak. Hammasini yig'ishtirib olaylik. Hali Fotiha bo'lgani yo'q. Yelburda ovoz qilish nima kerak bor? Lallaymay bola qilsanchi, bo'l Anna Qaysa. Bo'l onasi qahva qaynat. Uzanlar qahva ichmaguncha ketmaydi. Ha, keling Taqvo Kenyanin. Salom. Unutmabsizlar Taqvoni. Yoshligim o'tgan joylarni, tanish bilishlarni ziyorat qilay deb keldim. Liperida tug'ilib o'sganman. Bolaligim o'tgan joy doim o'ziga tortar ekan. Boshqa birovlarga o'xshab, kimdik qoni to'kilgan joyni tashlab Taqvo Kenyanin Amerikaga ketmaydi. Ana bu Yusuf vataninde. Vatinin to'g'risida nimadir deding-ku? Xabaringlar yo'q ekanda. Yaxshimisiz? Yussi, rostdan xabarlari yo'qmi? Yussi uy joyini sotib, sigirlarni pullab jo'navotdi Amerikaga. Sen qayoqdan eshitding? Literiga kelayotganda yo'lda uchradim. Ana meshqorin Hollaynin yo'kigacha kuzatib qo'yish uchun birga ketayotgan ekan. Villi xotinini ham ko'ribdi. Men haq bo'lib chiqdim. O'zim bunaqangi safarning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Amerikaga yetib borish olmaydi devdim-a? Senga aytuvdim-a? Nima bo'pti? Yussi bilan anti katta kemaga chiqishibdi. Butun liperliklarni yig'sang, unga hammasi sig'ar ekan. Turli polislardan kelgan odamlar bor ekan, negadir hammasi Amerikaga jo'nab ketmoqchi ekan. Hali kema uncha uzoqqa ketmagan ekan. Otga o'xshab bir munkibdi-da suv ostiga qarab cho'ka boshlabdi. Keyin ko'rinmay qoldi. Agar Anna Lizani eri chiqib ketgan bo'lsa, endi u beva hisoblanadi. G'arb bo'lgan odamning xotini g'it beva hisoblanadi. Yasha Taqvo. Yasha Kenyanin. Mana endi men marhum devasiga er bo'laman. Siz shu shaharda yashovchi beva qolgan Qaysa Makkinsiz, ha? Shudan Qaysa bo'lmasa kim? Kim? Men sizlar tilga olgan ayol shumi yo yo'qmi bilmoqchiman. Ko'rinib turibdi ayol kishiligi, yubka kiyib olgan-ku. Qara, bas qiling. Qaysa Makkinmisiz? Ha, Qaysa Makkinman. Ana vatanini taniydi. Ko'p bidirlamang. Qani aytingchi Qaysa Makkin. Taniysizmi shu ikkovini? Hadi, axir ular Liperilik-ku. Ana onasi Vatanin, keksa Vataninning o'g'li. Ikkinchisi Anti Hollaynin, Anna Lizani eri. Bir vaqtlar tikuvchi Taqvo Kenyanin unga uylanmoqchi bo'lgan. Kim bo'ling? Bularni qilgan qilg'iligiga siz nima deysiz? Qanaqa qilg'iliq? Hech qanaqa qilg'il qilishgani yo'q. Ana, endi qalaysan? O'chir ovozingni. O'zing o'chir. Yana bitta gap qaytarsalaring, osaman. Osi bo'psan. Ko'ppa kunduzi ot o'g'irlagansanlar. Partiyaning otini. Senlar muttaham o'g'risanlar. Axir biz ular otni o'g'irlashgani yo'q.
Shu ikkalovi otimni o'g'irlab ketishdi deb politsiya chaqirmaganmiding? Yo'q. Unda ular kimni otini o'g'irlashgan? Hech kimni otini o'g'irlashmagan. Ikkovi seni aravangda ketishayotganmidi? Ha, menikida. Demak, ular seni otingni o'g'irlashgan. Menimcha u sizga o'g'irlashmagan dedi. Sen burningni suqma. Meni unda nega chaqirtirdingiz, janob? Unda nimaga ular seni aravangda ketishayotgan edi? Qitmirlik qilishgan. Siz politsiyachilarning asabiga tegish uchun. Aha. Politsiyani asabiga tegish uchun degan nima sababdan politsiyani asabiga tegmoqchi bo'ldinglar? Vataningga o'zingni o'g'ri qilib o'tinasan. Meni otimni olib qochasan deb maslahat berdim. Keyin dodxona politsiya chaqirdim. Siz aroqxo'rlar nimaga qodir ekanligingizni bir ko'rib qo'yay dedim. Oqibatda hamma ko'rdi. Politsiyadagilar o'g'ridan to'g'rini ajrata olmas ekan. Faqat odamlarga jarima solishligini bilarkansizlar. Jarima puliga esa aroq ichasizlar. Tushunarli. Aytingchi, Vatanin, partiyaning sizga rostdan politsiyani asabiga tekkin deb maslahat berdimi? Ha? Hech kim sizga yolg'on deyotgani yo'q-ku. Hammasi tushunarli. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchilar partiyaning gapiga kirib ish ko'rishgan. Ular hech qanday jinoyat qilmaganliklari uchun bo'shatib yuborilsin. Ammo partiyaning o'zi kelib butun gunohni bo'yniga olganini hamda politsiyaning ishiga xalal bermoqchi bo'lganini nazarga olib, toki ish tergovga oshirilguncha uni politsiya uchastkasining qamoqxonasiga qamab qo'yilsin. Tarbalaynin. Nega? Ey, iblislar! Nima qilyapsizlar? Nega endi gunohsiz odamni qamarkansizlar? Meni qamashda haqqlaring yo'q. Gapiruvchiman. O'g'rilarni bo'shatib yuborib, o'to'g'ri odamni qamaychilar. Barcha tikuvchilar singari Taqva Kenyanin ham aniq hisobni yoqtirardi. Anna Lizaning ostonasiga qadam qo'ymasdanoq, u o'ziga o'tadigan merosni hisob-kitob qila boshladi. Nihoyat Annaliza yelkangda tog'day bosib turgan yukdan qutulding. Ihalayningdan. Tushunaman, judolik og'ir narsa. Juda og'ir. Albatta yer suvni orqalab narigi dunyoga olib ketmagandir. Bunaqa narsalar tiriklarga qoladi. Orqalab ketgani yo'q. Agar Annalizani biroz qiynalib qolguday bo'lsa, o'ziga boshqa yer topib oladi. Shunday uy joyga ega bo'laman deganlarning son-sanog'i yo'q. Siz taraflarda qanaqa bilmayman-ku, lekin yo'q edi. Erga tegolmay o'tirib qolgan qari qizlar juda ko'p. Женихов почему-то нет. Неужели такая большая нехватка женихов в ваших краях? Чертовская нехватка. То есть женихи из простых людей есть. Mana men degan kuyovni kunduzi chiroq yoqib ham topa olmaysiz. Men sizga aytsam, ayniqsa bizda tikuvchilar yetishmaydi. Tikuvchi kuyov hamma joyda ham bamisoli anqoni urug'i. Tikuvchini hamisha qo'li tinmay qimirlab turadi. Natijada cho'ntagiga jaraq-jaraq pul tushadi. Ayniqsa tikuvchi janoblarga shim tiksa, amaldorlarga cho'ntagi to'laveradi. Siz hali janoblarga ham shim tikasizmi? Bo'lmasa-chi? Shim tikishda bu yaqin atrofda meni oldimga tushadigani yo'q. Annaliza, nega qahva damlamaysan aziz mehmoning uchun? Yo, Ihalaning qurumsoni qahvasi yo'qmi?
Qahva-ku bora, lekin gugurtimiz yo'q. Halo yoqolmay o'tiribmiz sovuqda. Bunaqa ishlarda menga orqa qilishing mumkin. Taqvokkanidan Anna Lizaday ayolga suyanchiq bo'lishga doim tayyor. Hozir gugur topamiz. Hozir. Aman. Voy, yetganingga shukr. Voy, Xudoning o'zi yubordi bizga bu taqvoni. Rahmi keldi shekilli. U kelmaganda tarishada qotib o'larkanmi? Xafiyasi bo'ladigan odam ekan. Baraka topgir. Mana endi olov yoqib qahva ichaman. Xudoy. Menga qara, kinodan. Shoshilma. Shoshlik qilish yaxshi emas. Cho'zgan bilan biror narsa o'zgarib qolarmidi? Agar qaytib kelib qolsa-chi? Narigi dunyodan bitta yarimtani qaytganini ko'rganmisan. Sobiq ering allaqachon lahayni qornida hazm bo'lib ketgan. Ammo Anna Liza shuni bilib qo'yginki, taqvo kanining bu xilvat joylarda tura olmaydi. O'rmonda yashash niyatim yo'q. Narodagi bir qishloqda bo'sh uy bor ekan. Bor yo'g'imizni yig'ishtirib o'sha uyga ko'chamiz. Ko'chganda ham shunday ko'chaylikki, odamlar ko'rib hayratda qolsin. Nima balo, meni majbur qilib ko'chirib ketadi shekilli. Aqlini yig' Anna Liza esli xushlikniga o'xshaydi, rozi bo'laver. Toparmon tutarmon ekan buni ustiga. Bundan yaxshisini qidirib topa olmaysan. Чего ждать тебе кого-то там еще? Yussi, nima deymiz qariyaga? Ishlar bunaqasiga aylanib ketdi-yu. O'zing ustasan, biror narsa deb qo'ya qol. Ja hayron bo'lib qoldim, nima desang ekan? Haligi uyoq-buyoqdan gapirib, ish qilib to'g'rilaysan-da. Sendaga kuyov to'rani qara-yu. Ey, Ixolaynin. Nima deysan? Shuncha kundan beri so'rayman deb esdan chiqadi. O'sha kuni nimaga kelyatding Huvayranikiga? Gugurtga. Gugurtga kelyatdim degan.
Ko'rdik. Ixalaynen. Kuyariniga kirib o'tamiz. Bir chashkadan qahva ichib ketamiz. Vatini yo'qolib qoldi yo'qida. Yaramas ablahni qidirmagan joyim ham qolmadi. Hech qayerda yo'q. Hatto politsiya ham qidirdi. Uni anavi eri o'lgan Kaysa Karxutar tuzog'iga ilintirganmish deb eshitdim. Gumdon bo'lsin o'shada. Ha, gumdon bo'la qolsin. Ichib olib to'polon qildi deb eshitdik. O'zi shunaqa ichib olsa bas, janjal ko'taradi. Qizingiz unaqa aroqxo'rga turmushga chiqqandan ko'ra ersiz o'tgani yaxshi. Ha. Ha. Jin ursa unutumman. Meni xotinim sizlarnikiga gugurt olib kelgin deb 3 kun oldin yuboruvdi. Tokchada turibdi. Olib ko'zimdan yo'qol. Qani xo'ja aka, yaxshilab qahva qaynatingchi. Anna Liza, bor yordamlash. Anna Lizaga akang qarag'ayni o'zi er bo'ladi degandim-ku. Ko'rib turibsiz, mana u mashhur tikuvchi Tahvoni xotini bo'ldi qoldi. Xudoga shukr, tirik ekansan. Anna Lizan sobiq eri shumi? Marhum Ixalaynen? Ha, shu. Hali tirik ekansan-da. Cho'kib bo'ldi deb aytishuvdi. Buni suvdan quruq chiqqanini. Ixalaynen kuyinmasa ham bo'ladi. Narigi dunyodan uyiga tirik qaytib keldi. Nimaga kuyinsin? Narigi dunyodan kelgan odam hech qisi yo'q, boshqatdan o'ylanadi qo'yadi o'zini bevasiga. Nega tuplaysan? Ixalaynen. Kuyaringen. Mana odamga aytib qo'ysani uyingda tupurmasin. Menga buni qilib qarama, Ixalaynen. O'qdayma. O'qiyma deyapman senga. Shu verinen. Qotillik yuz beradiganga o'xshab qoldingmi? Qara. Avzoyim. Chatoq.
o'sha meshqor yig'ollayni voy voy endi shu ahvolda qayerga boraman qayoqqa ketib nima qilasan тебе уходить оставайся biznikida qolaver kuyov bo'lib to'g'ri bundan ortiq kimni ham olardim yetar anakasi menbop qiz mehribon chiroyli shimingni kiyib ol taqvo ko'rdingizmi ko'rdingizmi shunaqa bo'lish kerak xotin anakasi aynan menbop qiz ana bu haligacha kim bo'pti bu ishxolayni xotini Liza. Bir haftagacha er xotin ikkalasi gaplashishmadi. Bir haftagacha ikkisi ham indamay azob chekishdi. Ammo bunday tundayib yurish Ixalaynini jigar bag'rini ezib yubordi. Keyin u Anna Liza bilan qanday qilib yarashib olsa ekan deb yo'lini qidira boshladi. Ixalaynin 2 kun gapni nimadan boshlashni bilmay xunob bo'ldi. Nihoyat 3-kuni yurak yutib gap собрался с духом. И все-таки поймал Юси Ваттенен поросенка в йоке. О, он таки поймал поросенка, да? Поймал поросенка и женился на вдове покойного Маккенена. Ну, на Кайсе Кархута. На ней. otdi. Seni qarayo. Mana huvarinilarnikidan gugurt olib keldim. O'shalarni gugurti. Gugurt olib kelaman deb yo'qiga jo'rab ketimman. Qaytib kelib so'rab oldim. Yo'da shuncha kun yurib sotib olish esimga kelmabdi. Qara. Bir donagina gugurt cho'pi bor ekan.
u ham bo'lsa chaqilgan. Rostdan ha? Ha? Tavba. Dunyoda ne ishlar bo'lmaydi. Shu chaqilgan gugur cho'pi uchun qayoqlarga borib kelmadim. Hayotim adar to'ntar bo'lib ketishiga oz qoldi. Хорошо подняться в облака, подняться в облака. Если смотреть на жизнь издалека, то она беспечна и легка. На земле бывают приключения такие, ты про них не слышал и во сне. Там живут не ангелы, а грешники простые, потому они милей вдвойне. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Можно Сценарий авторлары Бахнов, Вилпанин, Гайдай, Орка. Постановкачи режиссер Леонид Гайдай. Каприз, ее закон для всех. Жизнь сперва Финляндия tomonidan режиссер Ристо Орка. потом бросает снова вверх. Постановкачи оператор Сергей Полуянов. В облака, подняться в облака. Постановкачи рассомlar Феликс Ясюкевич, Рой. Она беспечна и легка. Божию корову. Композитор Александр Зацепин. Не заметишь маленький ручей, люди не обидят и Qo'shiqlar людей teksti ты не обидишь. Elchinniki. С высоты не видно мелочей. Как хорошо подняться в облака, подняться в облака. Можно смотреть на землю свысока, все проще пустяка. Жизнь Murakkab syomkalar bo'yicha operator Bergström, rassom ее Klemenko. закон для всех. Жизнь сперва бросает вниз, а потом бросает снова вверх. Как хорошо Картина директорлары Герман Кари, Орка. подняться в облака. Можно смотреть на землю свысока. Фильм тugadi. На землю свысока, все проще пустяка.